Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. O'rik olib bo'lgan mezgil. Oqsuvdan ikkinchi qitim lashkar tortib kelgan Said Ali Olibning Qashqar shahrini muhosirga olganiga bir oy bo'lay deb qolgan edi. Mirza Ulug'bekdan yordam talab qilib Samarqandga choparman mang'uzayotgan Piroji Muhammad Shoyesda jangga chiqqili unamay choshqandek iniga kirib olgan edi. Shu kunlarda Said Ali Olibning sabr toqati chekiga yetgan edi. Raqibining jangga chiqmay yetib olganligidan Qashqarni texchil ololmaganligidan jeli bo'ladi. Uning yuragining bir beg'ishi Oqsuvga, bir beg'ishi Turponga talpinadi. To'g'ilganiga andin 2 oylik bo'lay deb qolgan Oqsuvdagi amirzodasi Soniz Mirzani seg'inatdi. Ko'rgisi keladi. Oqsuvga ko'zini yumib ochquchi berib o'g'lini bag'riga bosqusi yumron mag'ziga soqollarini surkigisi keladi. Turpondagi cho'ng'ag'isi Uz Sulton Malikaning ahvolidan ko'ngli xotirjam emas edi. Malikam tinch-omon yangaganmidi? Bolam o'g'ilmidi, qizmidi? Ana bola salomatmidi? Degandek mudhish savollar yuragini aramsiz qiynaydi. Turpon tarafdan xabar kelib qolarmikin deb kunda necha vaqt yo'lga talmiratdi. Shu sababdan aytavr gohida Qashqar shahriga kunda 2-3 qitim hujum qo'zg'aydi. Gohida biror hafta jimjit bo'lib ketadi. Ishchi-pushig'ini besish uchun kun-kunlab sharafxo'rlik qiladi. Sozandalarni chaqirtib naqsha anglaydi. Bugun bargohi oliga sarkarlarni sozandalarni yaqin yo'latmay, o'z yolg'iz sharafxo'rlik qilib o'tirgan Said Ali olib birdamdala kayib bo'lib qoldi-da, ishchi-pushig'ini besish uchun esib qo'ygan naqshlik do'tarni ilib, chala bo'lib ugunib olgan padiga tiringlatib naqsha o'qishga boshladi. Bordim daryo kashkali, o'tirdim suv ishkali, kelsi yorimdan xabar, qanotim yo'qkan ushqali. Sirtdan bargohi oliga kirib kelgan xos mahram osta amirning qishig'i kelib qo'l bog'ladi. Ma'lum bo'lg'ay. Said Ali olib parvosiz holda naqsha o'qishni davomlashtirdi. Birdan kutib turgan mahram yigit betoqatlik bilan yana eg'iz ochdi. Turpondan xabarchi keldi, janoblari. Quliqiga Turpon degan so'z chalib bo'lib kirib qolgan Said Ali olib birdinla do'tar chelishdan to'xtab mahramga jiddiy nazarini og'dirdi. Nima dedi? Turpondan choparman keldi olilari. Said Ali olibning yuragi hayajondan duparlab ketdi. Choparmanni xon olilari avatganmidi yoki malikam avatganmidi? O'ngiq turmay darhol boshlab kirsinlar. Cho'chib ketgan mahram yigit darhol kayniga yondi. Cheksiz taqozolik bilan bargohi olining ishiga tikilgan Said Ali olibga har bir daqiqa vaqt go'yo 1 yildek bilinib ketib boradi. Nihoyat mahram yigit choparmanni boshlab kirdi. Assalomu alaykum. Bo'ldi. To'liq husli qilmay naq gapni qil. Dedi Said Ali olib Orda Yusuf bo'yicha salom berishga tamshalgan choparman yigitni silkishlab. Amir Kabir janoblariga xush xabar. Cho'ng oqchi o'z Sulton Malika ko'zaydi. Ko'zaydi degani ko'zi yormoq degan so'zga. Said Ali olib xushalliqdan chachirab o'rnidan turib ketdi. Said Ali olib xuddi cho'l jazirada tashnolik totgan odam tuyuqsiz buloq uchirgandek shotliqqa cho'mildi. Said Ali olibning nazarida bargohi oli yo'q, butkul olam gul chechakka purkangan edi. Said Ali olib shu daqiqada yangidan dunyoga ko'z ochgan farzandining ingalab yig'lig'ini anglagandek bo'ldi. Tulkimi, bo'rimi? So'radi Said Ali olib taqozolik bilan. Alloh egam janoblariga bo'ri nasib qildi. Og'zingga navat, dedi hayajonlangan Said Ali olib. Ondan mahramga qarab buyurdi. Choparmanga darhol bir yoqli shohona sarpoy bilan bir cho'qi oltin suyunchi berilsin. Amir Kabir janoblarining himmatiga rahmat.
dedi Chaparman yigit va boyanqi jiddiychilikda u Sulton Malikaning avatgan xitini berishni unutganligini esiga oldi. Esim qursin, dedi u xatchak tallasidan naqshlik ko'nqapni elib. Oz xonimning maktubini berishni unutibdiman. Gunohimni kechirgaylar, Amir Kabir janoblar. Saydali olib ko'nqapni elib, tonish ambar hidini purdi. Shu hamon tomir-tomirlarga kuchlik seg'inish hislari tordi. Xatni oldirash o'qib chiqdi. Xatga u Sulton Malika bolaning tug'ilgan oy kunini alohida tutib qo'ygan bo'lib, Saydali olibga bolaga ism qo'yib berishni alohida topilgan edi. Xatni yenishlab ikki qatim o'qib chiqqan Saydali olib Chaparman yigitga nazarini og'dirdi. Turpanga bugunli yenish qaror biting bormi? Faqir Amir Kabir janoblarining otgan o'qidurman. Barakalloh, dedi Saydali olib mamnunlik bilan. Hozircha chiqib qizolinib aramig'lik alg'ashtir. Elig'ichi chaqirdim. Bosh ustiga. Chaparman yigit osta kayniga yenib chiqib ketdi. Saydali olib mahrimiga qog'oz qalam akaldirib, u Sulton Malikaga oldirash xat yozishga tutindi. Afsuski, zimmamga saltanat ishlari yuklanganligi ham u ishlarni tex vujudga chiqarolmaganligim uchun bosh-boshliqlik qilishga petinolmadim. Qudrati cheksiz karomatlik Alloh egam sog'-salomat didorlashga nasib qilur. Men uchun ul farzandimizning peshonasidan yenish-yenishlab so'ygayla. Quluqiga otalari o'zlarini jinidan aziz ko'rdi, o'zlar otalarining orzu-armoni deb pichirlig'ayla. Suyimli rafiqam, shu kunlarda salomatliklarning qandoqligini bilmayman. Ochiq to'lg'a xiyayotgan vaqtlarda, yonlarida turolmaganligimdan, bo'shangan vaqtlarda muboraklab, esenlik so'rayolmaganligimdan, o'z qo'lim bilan issiqqina bir piyola choy sunolmaganligimdan ko'p xijilman. Ol yurak barimizga ism qo'yib berishimni topilgan ekanlar. Farzandimizga Janob Rasulullohga bo'lgan cheksiz sevg'inishimizni ifodalab, Muhammad deb ism qo'yaylik. Cho'ng bo'lganda Arslan sifat yigit bo'lishini tilab, Haydarni ul muborak ismning orqasiga ulaylik. To'liq ismi Muhammad Haydar bo'lsin. Alloh xolisa, Fatiqinda Qashqarni qo'limga elib, Ostoniga nusrat bilan yong'ayman. Şol çağda özləgi həmrah olub, yanlardan ayrılmağayman. Özləgi atap ağsu zərgərlərdə bir tal almaz gözlük altın üzük soxturğan idim. Hazırca şunu körümlük qılay. Addi bolsumu könlümü qobul etkəylə. Allah egemdən özləgi həm pərzəntimizgə salametlik tilab turğuchi köylərdən dəbbilərlə. Namə tamam, vəssalam. Saydali olib Chaparman yigitga yana 5 nafar chavandozni qo'shib, Turponga darhol otlanishga farmon berdi. Uning yuragi oshu xat bilan birga Turponga ketgan edi. Saydali olib qaytadan ruhlandi. Ikkinchi o'g'lining tug'ilganlik sharafini qutlab, butkul sarkarda lashkarlarga ziyofat berdi. Ilgirgidek qarorgohga so'linib hasrat chekib o'tirmay, tala tuzga chiqadigan bo'ldi. Şu günlerde örük pişip, buğdaylar seyriqtal bo'lishga boshlagan edi. Gerçi Uyg'ur Türklerinin an'anasida yoz kuni shikor qilish cheklangan bo'lsa, bir qishni shikorsiz o'tkazgan Saydali olibning ko'ngliga birdinla shikor havasi tushgan edi. Jon-jonvorlarni o'g'limsammi qo'g'lab yurib, ko'nglashsam yesam. Shul bahonada qishdan beri ko'nglimda paydo bo'lgan ichpushug'im besilib qolsa ajab emas. Moşularni xiyolidan o'tkazgan Saydali olib sarkarlarga qamalni bo'shashtirmaslikni, qilchilik bexastalik qilmaslikni topilib, 100 nafar xos navkari bilan shikor begini elib, Otish tog'lariga o'g'ga chiqdi. Bir haftadan beri Saydali olib tog' edirlarda ot chaqtiradi. Oldiga uchirgan kiyik, jaran, to'sqan, qirg'ovullarni qo'rshovga oladi, qo'g'laydi. Lekin o'q etib zarar yetkazmaydi. Tutmaydi, tutabilishga oz qolganlarni qochirib yetadi. U navkarlarga har qanday o'ni, hatto yirtqichlar bo'lsa, zaxmlantirmaslikka farmon bergan edi.
Her kuni ovdan quruq qo'l qaytatdi. Chedirgohda qolgan shikor amri atrofdagi dehqon chorvachilardan mol chorva, to'xu o'rdak degandek narsalarni setib olib, mulozimlarga g'izo tayyorlatqizatdi. Chedirgohda qolgan shikor amri atrofdagi dehqon chorvachilardan mol chorva, to'xu o'rdak degandek narsalarni setib olib, mulozimlarga g'izo tayyorlatqizatdi. Bugun ovdan burunroq qaytgan Saydali olibning oldini bargohga yaqinlashganda bir ayol to'sdi. "Bak, amir janoblarga arzim bor", dedi ayol asta yo'rg'ilab kelayotgan otning oldini to'sib. Saydali olib otdan shaqqida sakrab tushdi-da, ayolning usti beshiga tezla nazar tashladi. Ayolning kiyimlari xeyli ko'ni edi. Vaqtsiz qo'rq tushgan chiroyidan jafokashligi chiqib turardi. "Xo'sh, arzlarini tortilmay bayon aylasizlar", dedi Saydali olib ayolga hissdoshlik qilgan holda. "Men o mahallada o'tirishliq tulxotinman", dedi ayol taskay tarafdagi tog' bag'rida qorayib turgan teraklik mahallani ko'zitib turib. "Murabbim bundan 3 yil muqaddam kasal bilan tugab ketgan. 5 bolam bor. Balalarimning cho'ngining qo'li tex ishqi tegmadi. Hol kunim muhtojlikda o'tadi. Amir janoblari bu atrofga shikor qilg'ili kelib, bu yerga tushkun qilgandan beri shikor begi meni izlab kelib, noy iqbaslar, oltinon yoqsizlar ishaqqilarga bir non beraman degan edi. Mana bugungacha noy yiqib berib keldim. Shikor begi hozircha yoqqan nonlarga ishaqqa hisoblab non ayirib olmay tursizlar. Shikor tugaganda biroqli hisoblashayli. Nonning o'rniga un yog' beray dedi. Men ma'qul bo'lgan edim. Biroq bugun uyda bolalarimga tomoq etib bergidek un qolmabdi. Atgan supurni qiqishtirib yurib, bir qozon osh etib berib, non yoqqili yenib kelgan edim. Voy nonni yiqib bo'lib, ishaqqimga hisoblab ozroq bir narsa bergashtirsizlar. Bolalarim oshqanmisin desam, shikor begi un, o'tin, tuz, yog'ning hammasi bizdan bo'ldi. Sizlar faqat pishiribli berdilar. Bu nonni yolg'iz menli yemayman. Biz degan Qashqarni Samarqandliklarning qo'ldan qutuldirib olg'ili kelgan. Ra'iyatning onchi-muncha xizmatimizni qilish majburiyati bor. Oshunchalik chog'li xizmatlarga ishaq so'rmislim bo'lar deb bargohdan haydab chiqadi. Shunga janoblarning adolatiga sig'inib, arz qilish uchun saqlab turdim. Uyda bolalarimga tomoq etib bergidek bir narsa bo'lgan bo'lsa, amir janoblarning oldini to'sib adabsizlik qilmaydim. Ayol gapdan to'xtab, buqildab yig'ilib etdi. Shu topda bu nohaqchilikqa qattiq g'azab kelgan Saydali olibning topinidan kirgan bir parcha o't mengisidan chiqqan edi. U Qashqar shahar atrofidagi yezi qishloqlardagi oddiy xalqning turmushining g'o'rigil o'tadiganligini, Firaji Muhammad shoyasida Samarqand lashkarlarini beqish bahonasi bilan olgan silihni ig'irlashtirib o'tganligini bilgandan keyin sarkar lashkarlarga dehqonlarning narslarini haq bermay olmaslikqa, hatto bir tal olib g'o'richaqliq narsiga xohlagancha chek qilmaslikqa qattiq ogohlantirgan. O'tgan yili Qashqarga yurish qilganda bir bog'vanning onarliq beg'iga kirib, bog'vanning ruxsatisiz 10 tal onar uzib chiqqan ikki lashkarning kollasini elib, jazolab butkul qo'shinga ibrat qilgan edi. Shundan keyin atrofdagi dehqonlar sarkar lashkarlar ustidan arz shikoyat qilib kelmagan edi. "Yursizlar, bargoh kiraylik", dedi Saydali olib o'zini qattiq tutib elib. Yiliq ayolning Amir Kabir bilan birga kirib kelganligini ko'rgan shikor begi totirib ketdi. "Mono mazlumning shaqqini qandoq berishga deyishgan edilar, shikor begi?" so'radi Saydali olib qapqini turib. Shikor begini bir tilla titrak bosdi. Buduqlab turib javob berdi. "Amir Kabir janoblarga ma'lum bo'lgan. Oltina yiqib bersa, ishaqqiga bir non berdigan bo'lgan. Ishaqini berdilarmi?" Suvani tutilgan shikor begi yerga qarab oldi. Saydali olib g'azab bilan baqirdi. "Gap qilsinlar!" Beshida o'lim ko'langisi soy tashlab turayotganligini his qilgan shikor begi duduqliqcha sabab ko'rsatishga kirishdi. "Borgohda un qolmabdi ekan", Saydali olib
Shikar begining gepining beliga tepdi. Bahoni ko'rsatmasinlar. Shikar begi pokkida tizlandi. Bir qo'shiq qinimdan kashkaylar amir janoblari. Demak, ul mazlumning ish haqqini bermaganlar rost ekanda. Bir chetda savol so'roq ahvoliga nazar tashlab turgan ayol Saydali Olibning alpozining yomonligini ko'rib, nimanidir xiyoldan o'tkazdi-da, oldirab tenab Saydali Olibning oldiga kelib yelindi. Sizlardan o'tinib qolay, amir janoblari, Shikar begimni kechirversizlar. Mening sababimdan uning jini zavol topmasin. Men bu xun qisosning huddisidan chiqolmayman. Ayol endi o'zini ayblab yig'lashga boshladi. Ah, xudo, nemisqimi bir necha nonning qalbisini qilgandim. Biror vaqt tomoq yemaganga bolalarim o'lib qolmasdi. Amir janoblari, necha kundan beri yiqib bergan nonning hurmatini qilib iltimosimni qabul qilsizlar. Arzimni qaytarib oldim. Shikar begimning jini omon qolsin. Saydali olib, o'likdek to'tirib ketgan Shikar begining ko'ziga nastardek tikildi. Anladingmi Shikar begi? O'zlar to'tnonni o'yganlar bilan mono mazlum jonlarini tilayotdi. Shikar begi o'krab yig'lavetdi. Men ezibdiman, bo'g'yaptiman. Shafqat qilg'aylar hazratim. Bo'pti. Mono mazlumning yuzini qilib bir qo'shiq qonlardan kessam kechak. Saydali olib, yenidagi navkarbishiga yuzlandi. Bargohda ombur bo'lsa ep chiqsinlar. Bargohda ombur yo'q janoblari, dedi navkarbish. Biroq o mahallada to'mirchi bodak qiladi. Darhol ep kelsinlar. Navkarbishi etiga minib qo'yindek chiqib ketdi-da, oyal qolmay bir tal ombur tepib keldi. Onu qari ko'ngil na insof Shikar begining bir tal eziq tishini sug'urib elib beshiga qaqinglar, dedi Saydali olib. U buningdan keyin kishining haqqiga qarasanmaydigan, yevolmaydigan bo'lsin. Ham bu ochiq savoqni kollasida mahkam saqlasin. Eziq tishini tortib og'riq chidamay chiyqirab ketgan Shikar begi yo'lingan eziq tishini bolqi bilan beshiga qiqiyotgan chog'da dod faryod ko'tarishga majoli yetmay boshidan ketdi. Saydali olib navkarlariga buyurib bir tag'ar un bilan bir qapoq yog'ni otga joylashtirg'izdi. Ondan 50 sar kumush achiq turib ayolga tangladi. Masla, buni xarajat qilib bolalarni obdan baqsizlar. Shikar begining gunohi uchun o'zlaridan kechirim so'rayman. Hayajonlangan ayolning ko'zidan yosh yomg'ir bo'lib to'kildi. Rahmat amir janoblari. Un bilan yog'ni olay. Lekin bu ko'mishni ololmayman. Bu ish haqqimga ortiq ketadi. Asla, buni ish haqqilari uchun emas, bolalar uchun berdim. Ayol yana tirajab tursa, amirning g'azab qilishidan ansirab, ko'mishga avaylab qo'l uzatdi. Rahmat, amir janoblari. Yaratgan Alloh egam davlatlarini ziyod qilg'ay. Murodlari hosil bo'lg'ay. Otni o'g'limdan hozirla avatib berman. Hojatsiz, otni misliga berdim, dedi Saydali olib. Ayol yenish-yenishlab rahmat tashakkur bildirgunicha otni yetalab bargohdan chiqib ketdi. Bargohni cho'ngla, qarorgohga qaytamiz, dedi shikordan ko'ngli qolgan Saydali olib navkarlariga qarab. Navkarlar chedirlarni cho'p, yuktoqlarni tengib turishiga 15-16 yoshlik bir o'g'il bola otga yovdoq minginicha yetib keldi-da, otdan tushib Saydali olibga salom bergandan keyin mundaq dedi. Onam amir janoblarining yaxshi ko'ngliga rahmat. Ot jangi lozim bo'ladi. Amir janoblariga opirib bergin degan edi. Saydali olib mamnunlik bilan beshini lang'ishdi. Validangga rahmatimni yetkazib qo'ygin o'g'lim. Huquqlaringning holidan obdan xabar ol. Bola Saydali olibga salom berib etib xo'shlashdi. Shu topda qarorgohga qaytib ketayotgan Saydali olibning ko'z oldiga bu dunyoga ko'z ochqili uzun bo'lmagan ikki o'g'li kelib olgan edi. Farzandlarim, sizlarni shundoq sevdim. Sizlarni tezroq ko'rsam, bag'rimga bossam.
Qashqar shahrini qamal qilib yetaverib Saydali oliblar emas, sarkarda lashkarlarmi zerikkan edi. Bugun har qaysi qarorgohlarni ko'zdan kechirib ketayotgan Saydali olibning kallasiga pishqi boshlagan bug'doylarni ko'rib, tuyuqsiz bir aql keldi. Texi tönügünlük Yoraq Berdar bəy lashkarlarning ozuq tülikining tugay deb qolganligini ma'lum qilgan edi. Yoraq Berdar Qural yaraq ozuq tülik mas'ul kishi deb izoh etdi. To'g'ri, lashkarlar bekor turg'uchi bug'doylarni o'rsin. Bunda qilsaq, birinchidan qo'shinning ozuq tüligini hal qildi. Ikkinchidan Aqsu Yarkentdagi xonasliqni iqtisod qilg'ili. Uchinchidan Qashqar shahrida Samarqand lashkarlarining ozuq tülik manbasini uzib tashlag'ili bo'ladi. Etizlikda bir taldan qolmasa, Piraji Muhammad shoyasi qanday qiladi ekan qani? Shu chaqda shahardan chiqmaganini bir ko'ray. Qashqar shahri atrofida maxsus lashkarlarning ta'minoti uchun terilgan bug'doylar bor edi. Saydali olib bu bug'doylardan boshqa u tarafi To'qqizaq, Opal, Buloqsuv, Toshmiliq, Barin, Suluq, Yondurma, bu tarafi Davlatbog', Beshkeram, Oqtosh, hatto Tozg'un, Oqtu, Yopchanlag'ichi berib, tutun begidan yuqori yurt oqsoqollari va to'rlarning bug'doylarini to'liq yig'ib oldi. Yer yo'q o'rtaqchi yilliqchilarga ma'lum miqdorda oshliq ulashtirib bergandan boshqa barliq oshliqlarni Oqsuga yo'lga soldi. Hatto somonini qoldirmadi. Qashqarning kuz fasli haqiqatan ma'murchilik bo'ladi. Üzüm, olma, amut, shaptul, qo'g'in tavuzlar pishib to'kma bo'ladi. Meva chevlarni to'la yeganlikdan aytavur lashkarlarning ichi surib ketgan edi. Saydali olib bu ahvolga dastlabida ancha eranshimadi. Lekin bir hafta o'tganda ichi surgan lashkarlar ko'payishga boshladi. Amir Kabir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, dedi bargohi oliga jiddiylashgan holda kirib kelgan bosh hakim. Lashkarlarning ahvoli to'liq chatoq. Ularning ish surkini to'xtatishga faqatla amal bo'lmayotdi. Hozir 10 lashkardan 4-5 ning ish surib ketib boradi. Ish surganlarning soni borgan-sir ko'payotdi. Agar ahvol mushundaq davomlashaversa, yomon oqibat kelib chiqishi mumkin. Lashkarlarga mevjudin faraz tutish haqida farmon bergan edik-ku, dedi Saydali olib. Acaba buning unum bo'lmayotganmidi? Hakim teplar har qaysi lashkargohlarda dori qaytib-qaytib-o'tadi-ku. U dorilarning unum bo'lmayotdi, dedi bosh hakim qijillik bilan. Lashkarlar orasida ish surib keslik xuddi vabodek yamrayotdi. Shu topda bir qism lashkarlarning o'rnidan turg'udek majoli yo'q. Ayni yili Samarqandda tutqun bo'lib turganda ish surib kesilning dardini yetkicha tortgan Saydali olib bir tilla jiddiylashdi. Shu topda oshchog'dagi azoblari esiga kelib qolgan edi. Darhol bir amalni qilsinlar. Yorkent Xotandan Dora tiyib akeldiramdiq ya. Ayıp buyursunmu rasketni qilay hazırdım. Yorkent Xotandan Dora tiyib akeldirib bo'g'icha lashkarlarning ahvoli ig'irlashib ketishi mumkin. İşte sürgenler günden günge köpeyiyotdi. Her ihtimal qarshi ularni ayirib etib emlash kerak. Bosh hakimning chiroyidagi tashvish Saydali olibga darhol ta'sir qildi. Lashkarlarning ish turki mening oshchaqdagi ish turkimga o'xshamdigandi. Shu chog'da menga tevitning dorisi qar qilmay, oxiri ko'nglim tortib ishgan bir necha opqur qimiz sabab bo'lib shifo topgan edi. Lashkarlarga qimiz ichirsa qandoq bo'lar? Hozir qimizning toza pishadigan vaqti. Ortishning tog'lariga chaparman avassam, chorvochi qavmlardan qimiz tepkasam ekan. Saydali olib o'y xiyolini hakimga deyishga oldirmay, lashkarlarning ahvolini o'z ko'z bilan ko'rib baxmoqchi bo'ldi. Butun qarorgohlarni ko'zdan kechirib, kasallarni yo'qlab chiqib qattiq cho'chib ketdi. Lashkarlarning yarmi degidek ichki surki bilan og'rigan bo'lib, ularning jangi chiqqidaklar emas, o'zining holidan xabar olg'idakning majoli yo'q edi. Navoda Piraji Muhammad shoyasida shahardan chiqib jangi undab qolsa, bu ahvolda saqqa-qolgan lashkarlar bilan taqobil turmoq ta'sidi. Qimiz keltiradigan ish vaqtincha turib tursin. Ahvol sirtga yeyilib ketib bo'g'icha lashkarlarni darhol chekintirish kerak.
Elim yaxşı buğdaylarını vaqtida o'rtib olgan ekanman. Saydali olib əmdi işkilinib o'ltirmadi. Sarkardlarga lashkarlarni darhol Oqsuga chekindirishga farmon berdi. Darhol harva tayyorlanglar. Bemorlar ogal chekinsin. Qarorgohda kasal tarqalganligini oshkorlaganlarning kollasi ilindi. Qishqirib bo'g'cha Qashqarni elish umidi yana uzilgan Saydali olib bu yil Turpanga qaytanmaydiganligini his qildi. Vujudini ig'ir hasrat chirmib oldi. U Sultan Malikini texi chiroyini ko'rib baxmagan o'g'li Muhammad Haydarni seg'inish azobi yuragini quritdek hajilaydi. Lekin uning Turpanga qaytishi mumkin emas edi. Qashqarni olmay turib Turpanga qaytishga g'ururi yo'l qo'ymaydi. Bundaq ularni bilgan bo'lsam, Malika bilan o'g'limni ep kelishga baldurroq chaparman avatarkanman. Ularni yo'l azobi tatqizgucha qishqirishdan avval Qashqarni ep Turpanga qaytarman deb o'ylagan edi. Qo'noq kelmay qo'ydi-da, kasobat. Yana saqlasak so'g'uq tushib ketadi. Onun için ulan baldurroq yanıma akeldirib olay. Saydali olib Sultan Malika bilan o'g'lini Turpandan Oqsuga ep kelishga chaparman manquzdi. Samarqand. Rasadxon qurilishi o'rnini ko'zdan kechirib, Ko'ksaroyga qaytib kelgan Mirzo Ulug'begning kayfiyati to'liq chaq edi. Shu kunlarda Shayx Nizomdin xomush ishonning Rasadxonni o'rniga xonqa selish g'avg'asi xeyli bisqib qolgan bo'lib, murdul hidoyatchilar, so'pi darvishlar qurilish o'rniga to'plashib olib chatoq chiqarmaydigan bo'lgan edi. Bir mezgil to'xtab qolgan Rasadxonni qurilishi qaytadan boshlangan bo'lib, me'morlar, dilkorlar, toshchilar, nimkor ishlamchilar bu katta imoratga jiddiy ishlayotdi. Yaqindan beri kayfi xeyli chaq bo'lib qolgan Mirzo Ulug'begning Qashqardan boshqa bosh og'rig'i qolmagandek qiladi. Samarqand shahrining hokimi Miranshah Do'rg'a pat-pat Piroji Muhammad Shoyast ustidan shikoyat qilib turadi. Enisi Mirzo Sodiqxonning o'limi voqeasini surishti qilib berishni talab qiladi. Piroji Muhammad Shoyastdan Qashqarning navbatdagi vaziyati haqida to'xtamay ma'lumot yo'llab, Qashqarning muhosirada qolganligini, Amir Kabir Saydali olibning Qashqar tavasidagi barliq bug'doylarni o'rib, hatto samonlargacha Oqsuga ep ketganligini bayon qilib, lashkariy yordam, oziq-tulik talab qiladi. Gerçi Piroji Muhammad Shoyastda Saydali olib bilan bo'lgan jangni pardozlab, yengilib vag'nini yo'shirib, Mo'g'uliston lashkarlarining Qashqardagi ochliq siroatlarni bulab tolganligini ziyoda ko'ptirib ma'lum qilgan bo'lsa-mu, Mirzo Ulug'beg oyg'oqchilari orqali necha minglagan Samarqand lashkarlarining jiniga zomin bo'lgan Soloy Begim jangining amaliy ahvolidan to'liq xabar topgan va bu jangdagi mag'lubiyatdan g'ururi haqoratlangandek tuyg'uga kelgan edi. Her qitim Saydali olibni ko'z oldiga keltirganida ayni yili uni Heratga birga ep bormoqchi bo'lganligiga qattiq pushaymon qiladi. Nazarbanddan bo'shatqiniga, o'ltirib etmaganiga afsuslanadi. O'rtada Saydali olibdek tadbirlik, bahodir sarkarlarning kamligidan hasratlanadi. Piroji Muhammad Shoyastning iqtidorsizligidan og'rinadi. Qashqarga lashkar avatmaymi, Saydali olibning hujumini chekindirish haqida boshqa turadi. Piroji Muhammad Shoyastning Qashqardan qaytirib kelishni ko'ngliga pukkan bo'lsa-mu, o'rniga avatilgan muvofiq bir odamni didlayolmayotgan Mirzo Ulug'beg amirlarini bir nazardan o'tkazdi. Xonning kayfiyatining chog'ligini, qopqini turib kulib o'tirganini ko'rib, amirlar xeyli ozoda o'tirishadi. Odatda bundaq vaqtlarda ancha-muncha chaqchaqmi bo'lib qoladi. Mirzo Ulug'beg biror eg'iz chaqchaq boshlab bersa, amirlar uning moslashadi. Tortinib ketmaydi. Bir-birini gapga tushirishib, xonning ko'nglini ichishga harakat qilishadi. Mirzo Ulug'begning ko'zi Qashqarning amirligidan qaytirib kelgan Sulton Malik Do'g'latga tushishi bilan o'zini tutib olmay pixildab kulibdi. Sulton Malik Do'g'latning yanida Xo'ja Sharif Qashqari o'tirgan edi. Bu ikki amirning boshqacha yaqinligini Mirzo Ulug'beg obdan biladi.
Shu topda bir-biriga yaqin o'tirgan bu ikki amirni ko'rib, Mirza Ulug'bekning esiga Sulton Malik Davlat Qashqarga amir bo'lgan mezgilda Samarqand sarvozlarining Qashqar lashkarlarini o'zlariga cho'kri bo'lishga majburlaganligi kelib qolgan edi. Odatda mayli Mirza Ulug'bek, mayli boshqa amirlar bo'lsin, Sulton Malik Davlatga oshu cho'kri voqeasini tilga ilib chaqchaq qilishyapti. Sulton Malik Davlatning harimida cho'kri saqlaydigan yomon odati bor edi. Buni Mirza Ulug'bekdan tortib, o'rdadagi cho'ng-kichik amirlarning hammasi biladi. Xonning o'ziga qarab kulganini ko'rib, Sulton Malik Davlat biroz o'ng'aysizlandi. Chiroyiga sus qizillik yugurdi. Xonning kaypichaq vaqtlarda davomli Qashqardagi osha cho'hri voqeasini tilga ilib chaqchaq qildiganligini biladigan Sulton Malik Davlat shu daqiqada xonning kulkisining sababini bilib qolgan edi. Odatda erlar uchun cho'hri saqlash, bajjivozlik qilish ayiblik ish hisoblanadi. Boshqalar undaq odamni fosiq deb sanliq qiladi. Ko'zga ilmaydi. Shu sababdan amirlar cho'hri saqlasa, boshqalardan maxfiy tutadi. Aşı cho'hri voqeasi sababli harimida cho'hri saqlaganligi oshkorlanib qolgan Sulton Malik Davlat o'rtada bosh ko'tarmas bo'lib qolgan edi. Amirlar davomli aşı ishni tilga elib turib, uni chaqchaq nishoni qiladi, terif turadi. Shu topda u xonning kulgunini ko'rib, qattiq xuduksirab tursin, chandırmaslik tirishib, hejishga majbur bo'ldi. Ikkileri ajab yaqin o'ltirishibdi-ku, dedi Mirza Ulug'bek kulkisini to'xtatib turib. Bundaq o'ltiribaslar qaysilarining cho'hrisi ekanligini toza aniq ayirg'ili bo'lmaydi ekan. Amirlar Mirza Ulug'bekning cho'risida degan so'zni qasdan cho'hrisida deb talaffuz qilish orqali so'z o'yini chiqarayotganligini bilib qaqoqlab kulishib ketdi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Amir Sulton Jandar chaqchaqni texmi avutib. Kaminalarning his qilishicha Mirza Xo'ja Sharif Qashqari janoblari Sulton Malik Davlat janoblarining cho'hrisida. Saroy ichini yana gurrida kulki qapladi. Amirlar tushdan hujumga o'tib chaqchaqni avjga chiqardi. Yo'q, xatolashdilar, dedi o'rda yasovul amir. Sulton Malik Davlat janoblari Mirza Xo'ja Sharif Qashqari janoblarining cho'hrisida. Yo'qsa, her ikkilar xatolashdilar. Bu ikkilar bir-birining cho'hrisida. Endi bildim. Nimancha yaqinchilik qilishirkan desam, o'tni qilishirkan-da. Saroydimi kun orlab oldikayni o'ltirishida bo'lmasa. Mirza Ulug'bek o'tisiga shapaloqlab kuladi. Amirlar uning ko'nglini ko'tarish uchun chaqchaqni to'xtatmay avjiga chiqaradi. Chaqchaqning nishoni bo'lib qolgan ikki amir damalliqqa javob qaytarmay kulkiga qo'shilib yejishadi. Cho'hra degan so'z bilan ujuqib ketgan Sulton Malik Davlatning bu chaqchaqlarga javob qaytargudek majoli qolmagan edi. Ammo Mirza Xo'ja Sharif Qashqari xeyli hozir javob gapdan odam edi. Odatda chaqchaq so'rinidan boshqalarga oldirib gap bermaydi. Chaqchaqda yengilib qoladigan vaqtlari to'limi oz bo'ladi. Shundoq, dedi Xo'ja Sharif Qashqari. Gohida oldi-kayni o'ltirishidi deb chaqchaq qilgan amirga qarab. Goy-goyda janoblarni kaynidimi o'ldiraman. Keldi, naq joyiga keldi, dedi Xo'ja Sharif Qashqarining hozir javobiga qoyil bo'lgan Mirza Ulug'bek o'tisiga shapaloqlab kulganicha. Xonning maqtishiga erishgan Xo'ja Sharif Qashqari mag'rurlik bilan kedaydi. Undaqda bizmi janoblarning kayinda goh-goh o'ltirsak bo'lg'udak, dedi heliqi amir qaytilab hujumga o'tib. Xo'ja Sharif Qashqari darhol javob qaytardi. Ehtiyot qilibroq o'ltirsinlar. Orqalari uchib ketsa ikki putlardan ko'tarib olishga to'g'ri keladi. Saroyda ko'tarilgan kulka xeyli uzoq davomlashdi. Anglasam Qashqarda hez to'la deydi, rostmi? So'radi Mirza Ulug'bek xirildab kulganicha Xo'ja Sharif Qashqariga chaqchaq qilib. Amirlarning hammasi yalt etib Xo'ja Sharif Qashqariga qaradi. Mirza Ulug'bek chaqchaqqa yo'lab javob bermak noyitim qiyin bir savolni so'rgan edi. U bu savol orqali Xo'ja Sharif Qashqarini
to'xtamay bosh og'rig'i tepib berayotgan Qashqarliklarni masxara qilish muddasiga to'liq yetgan edi. Odatda fursat topsila xonga xo'sh-xo'sh aytib, xushomat qilib turadigan Xo'ja Sharif Qashqari kindiq qani to'kilgan yurtining haqoratlanishiga yejib qarab turg'isi, shundoq oliylari deb xonning ko'nglini xush qilg'isi kelmadi. Agar rost shundoq debli qo'ysa, amirlarning mush gapga eslib olib, o'ziga orom bermaydiganligini darhol his qildi. U saraydagi amirlarning o'ziga masxirlik tikilgan ko'zlariga takshi bir qarab etib javob berdi. Rost aytadilar on hazratim. Qashqarga Samarqandliklar kelgandan beri 100 to'la bo'lib qoldi. Xo'ja Sharif Qashqaridan bundoq javobni kutmagan Mirza Ulug'begning chiroyiga kulka shippida o'chdi. Amirlarning nafas elishi birdan tezlashdi va g'uduqib Mirza Ulug'begga qarashdi. Adabsiz, dedi boyatdan beri chaqchaqqa oralashmay, ko'zini yerim yumg'unicha tasvir serib o'tirgan Shayxul Islom burg'onidan qatqini turib. Moshundoqmi gap qilamdigan? Qiblagohimizdan darhol shafqat tilisizlar. Shu daqiqada Xo'ja Sharif Qashqariyni sur bosgan, oldirab qilgan gapiga qattiq pushaymon qilgan, vujudini vahima cho'lg'alagan edi. U tatargan holda Mirza Ulug'begga qarab duduqladi. Men hojatsiz, dedi Mirza Ulug'beg chiroyiga darhol kulki yugurtib. Ko'nala gapga gap to'g'ri kelganda otangdan yanma debdikan. Xo'ja Sharif Qashqariyning bu chaqchiqini gunohga jo'rsak yaxshi bo'lmas. Xo'ja Sharif Qashqariyning put-qo'liga qaytadan jon kirdi. Cho'nqur yorning levidan yongandek yengil nafas oldi-da Mirza Ulug'begga qarab beshini aytdi. Oliylari donadur. Shöpke qizlik qilib, adabdan chiqib, hurmatsizlik qilib qo'yganimga ming marta afv so'rayman. Mirza Ulug'begmi chaqchaq qildim deb o'zini tutib ololmay, Qashqarliklarni masxara qilib, cho'ng xatolikqa yo'l qo'yganligini his qilgan edi. Xo'ja Sharif Qashqariyning kutmagan yerdan bergan javobi uni xiyla sagitgan edi. Poq chalmasa yuzga chachirabdi degani shu-da, dedi Miranshah To'rga o't qo'yruq qilib. Qiblagohimizning ulchaqchiqini kulib o'tkazvasizlar nima bo'ladi? Qashqarlik degan zodi qoida usulni bilmaydigan to'mpay xalq. Kechirsizlar hokim bey janoblari, dedi boyqi vahimadan xiyla yengillab qolgan Xo'ja Sharif Qashqari. To'mpayliqimdan bilmay qoptiman. Pursti bo'lib qolsa o'zlarini kulib turib o'tkazarman. Xo'ja Sharif Qashqariyning kelishtirib qilgan bu chaqchiqi saraydagi eg'ir kayfiyatni qaytadan jonlantirdi. Mirza Ulug'begga ergishib, hammasi qaqoqlab kulishdi. Bugun chaqchaq cho'prini agib ketanmaydi g'ozadi. Hammalari saroydan yong'anda g'osliq qilishib olala, dedi Mirza Ulug'beg teliqib kulganicha. Onunğa Miranshah To'rg'ining damalliga javob qaytaramay terkib qilishi texnik kulkilik tuyulgan edi. Chaqchaq ne bo'ldi qilayli endi. Saltanat ishlariga shayton aralashmasin. Amaliyotda mayli Samarqand, mayli Qashqar bo'lsin, har ikkisi obo ajdodlarimizning vatanlaridir. Har ikki yurtdagi al-ra'iyat qavm qarindoshlarimizdir. Mayli Tangritog' etaklaridagilar bo'lsin, mayli ikki daryo vodisidagilar bo'lsin, hammasi bir qavmdir. Ikki daryo degani Omu, Chu daryosini demakchi, deb izohatdi. Mirza Ulug'beg qaddini ruslab gapini davom qildi. Asli maqsadga kelayli. Ol Qashqar amir Pir Hoji Muhammad Shoyastining orduga yo'llagan ma'lumotidan hammalarining xabarlari bor. Shol kunlarda Qashqar eg'ir tahlika ostidadir. Buni muvofiq hal qilish uchun tadbir ko'rsatsinlar. Amirlar bir-biriga qarab jim bo'lishdi. Ol Pir Hoji Muhammad Shoyasta Qashqarning huddidan chiqqanmidi oliylari? Dedi Miranshah To'rga. Meningcha Qashqarga istidodli amirdan birini tayin etgaymiz. Miranshah To'rg'ining adovat yuzidan bergan taklifi Mirza Ulug'begning ko'nglidagi o'y-xayoli bilan bir yerdan chiqib qolgan edi. Xo'sh, Pir Hoji Muhammad Shoyastani qaytirib kelsak kelayli.
Lekin o'rniga kimni avassak bo'lar? Amirlar yana bir qitim bir-biriga qarashdi. Albatta, o'rdadagi yuqori darajalik amirlarning Qashqarga bog'isi yo'q edi. Mansab tamasida turgan tuvan darajalik amirlarning yuraklari o'ynab ketdi. Amirlarga nazar tashlab o'tirgan Mirza Ulug'bekning ko'zi Xo'ja Sharif Qashqariga tushishi bilan kollasiga pallada bir xiyol keldi. Ol Qashqarning amirligiga yana Xo'ja Sharif Qashqari janoblarini avataydi, dedi Mirza Ulug'bek. Dargohimizda Qashqarning o'ydig'ini, Qashqarliklarning qo'ypaylini uningdek pishib bildigan odam yo'qdek qiladi. Amirlar yo'lt etib Xo'ja Sharif Qashqariga qaradi. Xonning Qashqarga o'zini buyurib kelishidan ansirab turgan yuqori darajalik amirlar xotirjam bo'lib, yengil bir nafas oldi. Mansab tamasida Qashqarga berishni orzu qilishgan tuvan darajalik amirlarning ko'zlaridan hasad ushqandi. Ko'ngli yerim bo'lib uftatishdi. Xo'ja Sharif Qashqarining vujudini bo'lsa, ziddiyatli xiyollar chirmab olgan edi. U Samarqandga kelgandan beri Mirza Ulug'bek uningga amirlik martabasini bergan bo'lsa, ammo biror divonning amirligidan iborat amaliy huquqni bermagan edi. Uning hozirgi amirlik martabasi nomdiliba eti ulug' supurs quruq mansab edi. Mush sababdan uning xiyli qo'saq ko'pigi bor edi. Shu topda Qashqarning amirlik mansibi qo'lqiga yog'dek xush yoqqan bo'lsa, ammo ko'nglining bir yerlari yana Qashqarga berishni xohlamaydi. U Qashqar xalqining o'zini munofiq, sotqin, tuzkor deb haqoratlashidan ansiraydi. Uning sizmi ashaddiy raqibi Saydali olib Qashqarning bo'sug'isiga kelib qilish yalang'ochlab turardi. İşini tanışab turaverishga petinolmagan Xo'ja Sharif Qashqari o'rnidan turib xonga rahmat etishga majbur bo'ldi. Adolat panohimning himmatiga hashqalla. Mirza Xo'ja Sharif Qashqari janoblarini Qashqarga yolg'iz selib qo'ysak yaxshi bo'lmas, dedi boyadan beri ko'ngliga kesgan xiyolini deymu demaymu deb chikdoyim bo'lib turgan Shayxul Islom Burhoniddin tavazzu bilan egilib turib. Lashkariy divonning yondosh amiri Pir Muhammad Borlasni Qashqarning amir lashkarligiga tayin qilib, Xo'ja Sharif Qashqari janoblari hamroh qilaydi. Chunki hozir Qashqar tinch emas. Mo'g'uliston lashkarlarining tahlikasida turibdi. Bir sarkardining billa berishi Qashqarning vaziyati uchun foydali. Pir Muhammad Borlas Shayxul Islom Burhoniddinning jiyani edi. U lashkariy divonning Amir Sulton Jondor bilan chiqisholmaydi. Ular o'rtasidagi ziddiyat boshqa o'rda ahliga ayon edi. Boya Shayxul Islom jiyanini Qashqarning amirligiga tavsiya qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, hadislar Amir Sulton Jondorning ustidan dodxo'rlik qilib yurgan jiyanining Mirza Ulug'bekning oldida ancha e'tibori yo'qligini his qilib, biroz ikkilanib qolgan edi. Amaliyotda Qashqarning amirligi bilan lashkariy divonning amirligining darajasi teng edi. Lashkariy divonda Amir Sulton Jondor bilan chiqisholmay ziddlashib o'tganidan Iroqqa ketib qolsa-mu, mansibini bir daraja o'stirib Qashqarning amir lashkarlik mansibini tutquni afzal. Buni Xo'ja Sharif Qashqari Qashqarda hargiz uzoq turolmaydi. Amin Samarqandga qaytib keladi. Navoda u Samarqandga qaytib kelsa, Qashqarning amirligimi Pir Muhammad Borlasga qoladi. Men uning dodxo'rligidan, bosh og'riqidan qutulaman. O'rdada turaversa mansib hargiz o'smaydi. Menimcha sarkarda Pir Muhammad Borlas Qashqarning amir lashkarligiga eng muvofiq, dedi Amir Sulton Jondor Shayxul Islom Burhoniddinning xiyolini bo'lib. Shu taqda Amir Sulton Jondormi bu kishandisidan qutulishni orzu qiladi. Shunga Shayxul Islom Burhoniddinning taklifini qo'llayotdi. Birdamdala Qashqarning lashkariy huquqining boshqalarga ayirib berilganligiga norozi bo'lgan Xo'ja Sharif Mirza Ulug'bekka qarab tavazzu bilan egildi. Qibligohimga ma'qul kelsa, kaminalar yana Qashqarga bormasammikin? Pir Muhammad Borlas janoblari Qashqarning amirligini zimmasiga olsa. Xo'ja Sharif Qashqarining o'y xiyolini sezgan Mirza Ulug'bek qopqini turdi.
Farmonga sarkashlik qilmasinlar. Haddim emas, dedi Xo'ja Sharif Qashqari qo'l bog'lab turib. Boy Shayxul Islom Burhoniddin janoblari aytgandek, Qashqarning vaziyati to'limi xatar ichidadir. Qashqarga tahlika selib turgan Mo'g'uliston sarkatlashganlarga taqobil turish uchun bir yandan qo'l, bir yoqdan bosh chiqarib, puxta atrofli tadbir ko'rish to'limi zarurdir. Oliylari cho'ng ishonch bilan zimmamizga yuklagan bu vazifani jon dilimiz bilan o'rindashga albatta ishonchimiz bordir. Biroq navoda kerak. Hükmümüz Lashkari divanga o'tmasa yoki tadbir muddaimiz Lashkari divanning amri bo'lmish Pir Muhammad Barlas janoblarining ko'ngliga xo'p kelmasa, ishlar yurishmay, oliylarining oldida yerga qarab qoladigan ish bo'lib qoladi. Kaminalarning andisi ham muddasi mana mushu. Xo'ja Sharif Qashqari ko'nglidagini ochiqli davatgan edi. Uning muddasini tushungan Mirza Ulug'bek bir daqiqa o'ylanib olgandan keyin eg'iz ochdi. Pir Muhammad Barlas Qashqar Lashkari divonining amirligiga tayin etilgan. Ammo Lashkari divon yana Amir Xo'ja Sharif Qashqarining zo'n qurishida bo'lgan. Har ikkilar obdan ko'maklashganlar. Mirza Ulug'bekning mushundaq farmon jakarlashini orzu qilgan Xo'ja Sharif Qashqari xeyli xotirjam bo'ldi. Farmon berdorman, dedi u oldiga bir qadam chiqib. Mansibining o'sganligidan hayajonlanib turgan Pir Muhammad Barlas Mirza Ulug'bekning farmonini olib lossida bo'lib qoldi, lekin noroziligini ifodalashga petinolmadi. Farmon berdorman, dedi Pir Muhammad Barlas bo'shqini. Mirza Ulug'bek Pir Muhammad Barlasning chiroyiga qarab qo'ymay yana farmon jakarladi. Ol Piroji Muhammad Shoyastaning amirlik mansibi elib tashlanib Samarqandga qaytirib kelingan. Oliylari donodur, dedi Piroji Muhammad Shoyastaning mansibi elib tashlanganligidan xush bo'lgan Miranshah To'rg'a. Amirlarga ijozat, saroydan yonsunlar, dedi Mirza Ulug'bek. On hazratim omon bo'lg'aylar. Amirlar Mirza Ulug'bek ko'k saroydan chiqib ketib bo'lguncha qo'l bog'lashqunicha egilib turishdi. Xo'ja Sharif Qashqari bilan Pir Muhammad Barlas 2 kundan keyin Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.